50 dollar foyda ko'raman deb 100 dollarga muzlaganman. Eng qizig'i, o'sha zararim haligacha menga foyda olib keladi, sen ishonasizmi? Videoga like bosib, oxirigacha ko'ring. Rosa qiziq voqea bo'lgan edi. Jizzax shahrida elektr darvozalar uchun UPS o'rnatishga buyurtma chiqqan edi. Men esa o'rnatishni bilmayman. Uni o'zi ham qiziq bo'lyapti menga. Tabiiyki, ustozim Sarvar aka Qurbonovga murojaat qildim. Chunki ular ham sotib, ham o'rnatardilar. Ustozim darvoza bor ekan, hisoblab bering dedim. Borib, ma'qul kelsa o'rnatib beramiz dedim. Xullas hisob-kitob tashadilar. Bordik, borishimiz bilan oshga kirdik, maza qilib oshni yedik, xursandmiz. O'rnatib olib, Ulug'bek nech pul oldingiz dedilar. Bundoq pulni tashsam, bu kam-ku dedilar. Qanaqasiga o'zi shuni hisoblab beradi desam, yo'q dedilar, men bunaqa hisoblaganman dedilar. Xullas aybdor qidirilmadi. Shunchaki 100 dollar zararga kiryapmiz. 50 dollardan o'zi pul ishlab bo'lishimiz kerak edi. Xo'p dedim ustozim, meni bo'ynimga dedim. Men noto'g'ri tushuntirgan bo'lishim mumkin yoki tushuntirishda ozgina xato kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin dedim. Lekin bu muhim emas edi, muhimi men o'rganib oldim. Xursand qaytmoqmizni aka tizimga urib qo'yardi. Ha, Ulug'bek bir Jizzaxga kelib oshaymiz dedilar. Men kayfiyatim tushirmadim. Eng qiziq tomoni, men past ketmadim. Zararni 100% qopladim, yonimdan to'ladim. Ustozi ishonchlari menga bir kamida 10 barobar ortdi. Juda ko'p ish berdilar. Ish beryaptilar 700 dollarlik, 2000 dollarlik, 3000 ish qilib haligacha mana o'sha UPS invertorli esa quyosh paneliga aylanib, bitta o'sha sababidan kamida bir 30 ming, 40 ming dollar foyda qilgan bo'lsam kerak. Chunki ustoz haligacha menga o'sha ishonch tufayli ish beradilar. Men nima demoqchiman? Agar shunaqa holatga duch kelsangiz, ya'ni pul yo bo'lmasam ishonch. Puldan voz kechish kerak. Chunki ishonch topilmaydigan narsa, pul esa topiladi. Shunaqa holatlarda juda ham hushyor bo'linglar. O'zingizlarning ishonchingizni yo'qotib qo'ymanglar. Menga o'xshab yaxshi natijaga erishasizlar. Video yoqqan bo'lsa, yosh shogirdlarga, pulga o'ch bo'ladigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.